Xo'sh, sizlarda ham bormi vatan uchun oilasidan kechgan o'g'lonlar? Ha. Hozir o'sha sen aytayotgan o'g'lonlar bizda o'z g'ururlarini sotgan. Nima deb o'ylaysan? O'z g'ururlarini sotganlar vatanni sotmaydimi? Ha, bizdagi o'g'lonlar oilasidan ko'ra ko'proq o'z zaminini ustun ko'rishdi. Bilmadim nega. Bizda esa o'g'lonlar o'z g'ururidan voz kechgan. Ayollar esa iffatlaridan. To'g'ri, hammasi emas. Lekin hammasini zamonga to'n keshyapti. Aslida zamon o'zgarmagan. Shunchaki insonlar o'zgaryapti xolos. Yana nimamish? Zamon o'zgardi, zamon og'ir keldi deyshadi. Ha, demak sizlar nima bo'lsa hammasini zamondan ko'rasiz, shundaymi? Bizlar nimadan ko'raylik? Urushdan, ocharchilik davridan. Eng qiyin damlarda ham erkaklar g'ururini unutmadi. Eng qiyin damda ham ayollar iffatini yo'qotmadi. Xo'sh, bizlar nimadan ko'raylik? Nimamish? Hammasiga zamon aybdormish. G'alati ochig'i. Biz hamma qilayotgan ishlarimizni zamondan ko'raversak, bilmadim oxiri nima bo'ladi. Maylimi agar seni o'z zamonimga taklif qilsam, bizdagi ahvol bilan bir tanishib chiqarmiding? O'zimga ham qiziq ochig'i. Men unda ishlarimni bitirib kelay, keyin oldinga kelaman, xo'p?